Donishmand qaynona va zukko kelin. Bir keksa ayol aytadi: Mening 3 ta o'g'lim bor. Ular oilali bo'lishdi. Bir kuni to'ng'ichimning uyiga bordim va o'sha kuni uning uyida tunab qolishimni aytdim. Tong otgach, o'g'limning xotinidan tahorat uchun suv so'radim. Suvni olib, tahorat qildim va namozimni o'qidim. Ortib qolgan suvni esa uxlagan to'shagim ustiga qo'ydim. Kelinim oldimga nonushta olib kelganida unga: "Qizim, qarilik qursin, keksalar o'zi shunaqa bo'ladi. To'shagimga bavul qilib qo'ydim" dedim. Kelinimning qiyomati qoyim bo'lib, baqir-chaqir qilib tashladi. Qo'pol gaplarini seldek oqizdi. So'ng mendan to'shakni yuvib, quritib qo'yishimni talab qildi. Boshqa biron marta bunday qilmasligimni, yo'qsa ko'radiganimni ko'rishimni aytdi. Achchig'imni ichimga yutib, o'zimni bosdim. To'shakni yuvib, uni quritib qo'ydim. Keyin o'rtacha o'g'limning uyiga bordim va yana haligi ishni qildim. Uning xotini ham jahl otiga minib janjal ko'tardi. So'ng qo'shtirnoq ichidagi hunarimni eriga, mening o'g'limga aytib berdi. O'g'lim esa ko'nglimga qarash uchun uni itob qilish tugul biron narsa ham deya olmadi. Ularning uyidan chiqib, kenja o'g'limning uyida tunash uchun bordim. Uning uyida tunab, ertalab yana xuddi o'sha ishni qildim. Kichik kelinim oldimga nonushta olib kelgach, to'shakka bavul qilib qo'yganimni aytdim. U esa: "Hech qisi yo'q, onajon. Keksalikda o'zi shunaqa bo'ladi, hech qisi yo'q. Bolaligimizda necha marotalab kiyimlaringizga bavul qilib qo'yganmiz-ku" dedi va to'shakni olib yuvib qo'ydi. Shunda men unga dedim: "Qizginam, mening bir dugonam bor. Taqinchoqlar olib ber deb menga pul bergan edi. Lekin uning o'lchamlarini bilmayman. Taxminan sening o'lchamingga to'g'ri keladi. Menga qo'lingning o'lchamlarini bersang, shunga qarab sotib olardim." Shunday qilib, keksa ayol bozorga bordi. Uning puli juda ham ko'p edi. Bor puliga tillo taqinchoqlar sotib olib, o'g'illari va kelinlarini uyiga chaqirdi. Tillo taqinchoqlarni ko'z oldilariga qo'yib, to'shakka bor yo'g'i suv quyganini, u bavul bo'lmaganini aytdi. So'ng kichik kelinining qo'liga taqinchoqlarni taqib: "Mana bu qizim baraka topsin. Qarigan chog'imda qolgan umrimni uning uyida u bilan birga o'tkazmoqchiman" dedi. Haligi ikki kelin esa qattiq nadomatdan o'zlarini yo'qotib qo'ygan edi. Xo'sh, yaxshilikning mukofoti faqat yaxshilik emasmikin? Rahmon surasi 60-oyat. Sizlardagi narsalar tugab qolur, Allohning huzuridagi narsa esa boqiydir va sabrli bo'lganlarga qilgan